Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Allah subhanahu wa ta'alaga behisob cheksiz hamd va sanolarimiz, sarvari koinot janobi payg'ambarimiz, ikki olam sarvari Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga va u kishini ahli baytlariga salovat va salomlarimiz bo'lsin. Sayyidul ayyom huzur masokin bo'lgan muborak juma kunini fazilatidan, barakatidan Allah subhanahu va taolo barchalarimizni o'zi bahramand aylasin. O'zining baytiga bosib kelgan har bir bosgan qadamlarimizga o'zi va'da qilgan ajr hasanatlarni ato aylasin. Qalblarimizda o'ylab turgan shariatga muvofiq qadam maqsadlarimizni o'zi ravo aylasin. Muhtaram azizlar, bugungi juma suhbatimizda tabiat insoniyatga berilgan bir buyuk ne'mat ekanligi xususida inshaalloh Allah subhanahu va taolo qodir qilgancha suhbat yuritamiz. Allah subhanahu va taolo bu bo'ladirgan suhbatimizni o'zi barsalarimizga manfaatli aylagan bo'lsin. Muhtaram azizlar, ma'lumki Allah subhanahu va taolo yer yuzini inson farovon hayot kechirishligi uchun munosib manzil qilib yaratib, unda son sanoqsiz ne'matlarni barpo qildi. Bu borada Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadiki, u shunday zotki sizlar uchun yerdagi barcha narsalarni yaratdi. Baqara surasi 29-oyat. O'z navbatida inson ham tabiatga nisbatan oqilona munosabatda bo'lib, uni asrab avaylashligi lozim bo'ladi. Zero Allah subhanahu va taolo yashab turgan zaminimizni ozoda saqlagan holda obod qilishga, uni bergan ne'matlarini asrab avaylashga buyurib, buzg'unchilik qilishdan, atrof-muhitga zarar yetkazishlikdan Allah subhanahu va taolo qaytardi. Demak, Allah subhanahu va taolo sizni bizlarga shunchalik bir ko'p ne'matlarni berdiki, buni o'zining kalomi sharifida ham Allah subhanahu va taolo bayon qilib aytdiki, agar sizlarga bergan ne'matlarimni sanaydigan bo'lsalaringiz, uni sanab adoga yeta olmaysiz dedi Alloh taolo. Albatta Allah subhanahu va taolo shunchalik sanab adoga yetib bo'lmaydigan cheksiz ne'matlarga siz bilan bizni burkab qo'ydi Alloh taolo. Va o'zi yaratgan narsalarni siz bilan bizni xizmatimizga shay qilib, siz bilan bizni tanovvul qilishligimiz uchun, istiqomat qilishligimiz uchun, dengizda yurishlik uchun, quruqlikda va osmonda yurishligimiz uchun ham Alloh subhanahu va taolo bu markablarni yasashlik aql ne'matini, shunchalik bir son sanoqsiz ne'matlarni siz bilan bizni ustimizdan Alloh subhanahu va taolo yog'dirib qo'ydi. Demak, bu ne'matlarni qadriga yetmoqligimiz, bu ne'matlarni shukrini ado qilmoqligimiz lozim bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadiki, yerni Alloh xayrli ishlarga yaroqli qilib qo'ygandan keyin unda buzg'unchilik qilmaymiz. Hech shak shubha yo'qki, atrof muhitni muhofaza qilish asrimizda eng muhim muammolardan biri bo'lib turibdi. Hozirgi kunda so'nggi yillarda insoniyat tabiatga salbiy ta'sirlarning kuchaygani, oxirini o'ylamasdan chiqindilar chiqarilgani hamda kislorod manbasi bo'lgan o'rmonlarni ayovsiz kesilishligi natijasida ko'plab o'simlik va hayvonot turlari butunlay yo'qoldi yoki ularning soni keskin kamayib ketdi. Xudo taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadiki, Rum surasining 41-oyatida odamlarning qilmishlari tufayli quruqlik va dengizda buzg'unchilik paydo bo'ldi. Bu ularning o'z qilmishlaridan qaytishlari uchun qilgan ba'zi yomon ishlari jazosini ularga torttirish uchundir. Ya'ni bu oyatda Alloh taolo yer yuzidagi fasod, tartibsizlik va noxushliklar odamlarning yomon qilmishlari sababli
zohir bo'lishligini bayon qiladi. Ularning qalbi fikrlari hamda nopok amallari bo'lsa, bu ularni shu qilgan ishlarini oqibati halokat bo'lajakligi aytilyapti. Lekin bu fasodning yomon oqibatlari insonning o'ziga urishligi aytilyapti. Alloh taolo yerni yashashga qulay qilib yaratgani barobarida unda suvlarni oqizib qo'ydi, turli o't-o'lan, dov-daraxtlarni o'stirib qo'ydi. Qur'oni Karimning ko'pgina suralarida Alloh subhanahu va taolo insonlarga ato etgan ne'matlarini eslatar ekan, suvni ham zikr qiladi Alloh taolo. Ya'ni sizlar deydi Alloh taolo, o'zlaringiz ichayotgan suvni o'ylab ko'rdingizmi? Uni bulutlardan sizlar yog'dirdingizmi yoki biz yog'diruvchimizmi? Agar biz xohlasak uni sho'r va achchiq qilib qo'ygan bo'lar edik. Bas shu ob-hayot uchun ham shukr qilmaysizmi deb Xudo taolo Voqea surasini 68-70 oyat kalimasida marhamat qilyapti. Ya'ni bu suv naqadar bir ulug' ne'mat ekanligini, boshqa ne'matlarni qo'ya turing, birgina shu suv ne'matini ham shukrini ado eta olmayotganligimiz, albatta buni shukrini ado etishligimiz aytilyapti. Xudo taolo siz bilan biz bandalariga shundoq bir mehribon zot ekanligi, qarangki bu suvlarni ifloslanmasligi, ulardan biz tiniq toza suvlarni tanovvul qilishligimiz uchun tayyor har birimizni nima ko'chamizdan Xudo taolo oqizib qo'yibdi. Buni Xudo taolo bu suvlarni yomg'ir qilib yoki qor qilib chang g'ubor yetib bormaydigan baland tog'larga Xudo taolo yog'dirib qo'yibdi. Ana vaqti bilan Alloh subhanahu va taoloning qudrati bilan u suvlar erib, qorlar erib, siz bizlarga toza bir pok holatda bir shifo bo'lib oqib kelishligini bir tasavvur qilib, o'ylab ko'rib, buni bir tafakkur qilib, buni shukronasini muhtaram azizlar ado etishligimiz kerak. Chunki Harun ar-Rashid degan bir zot barakat o'tganlar. U kishi ko'p islomga xizmat qilganlar. U kishi payg'ambar alayhisolatu vassallamni amakivachchalari Abbos radhiyallohu anhuning avlodlaridan, Abbosiylaridan. Bu kishi Makkaga ziyoratga borganlarida vazirlarni olib shu joyda ikki buyuk olim bor, ikki buyuk shaxs bor. Shularni bir borib ziyoratlarini qilaylik deb ikkalalarini ziyorat qilishlik uchun borgan ekanlar, duolarini olaydi. Ikkalarini ziyorat qilib duolarini olib, yana ikkinchilarni oldilariga borib taqsir bir nasihat qiling, qalbim qorayib ketyapti, bir nasihat qiling deb nasihat qilib o'tirganlarida u kishi yig'lab tomoqlari qurib qolgan ekan Harun ar-Rashidni. Shunda suv so'ragan ekan. Iloji bo'lsa, Hazrat bir qo'ldan suv bersangiz. Suv olib kelishgan ekan. Shunda u kishi aytgan ekanlarki, mana oddiygina Xudoning bir ne'matini, qadrini bir tafakkur qilgin. Sen meni chanqab hozir bir cho'li biyobondasan. Bu suvdan boshqa hech narsa yo'q. Faqatgina shu suv qolgan. Shu suvni ichishlik uchun qanchaga olgan bo'lardim? Shu bir qultum suvni deganlarda butun boyligimni yarmini bergan bo'lardim. Hammaga osh bo'lsin degan ekanlar. Endi shu bir qultum ichmay turib suv shuna qo'llarimizda to'xtatgan ekan. Endi mana buni og'zingga solding. Buni yutib yuborishlik uchun yana qancha boyligini bergan bo'lardim? Bu boyligini hammasini bergan bo'lardim. Ko'rdingmi, bu dunyoda topgan butun bir boyliging Xudo taoloning bergan bir ne'mati ulug' bir qo'ltin suvga ham arzimaydi. Albatta, odamlar Xudo taolo bergan bu har bir ne'matni qadriga yetishlik kerak deb bir chiroyli nasihat qilgan ekanlar. Albatta, Alloh taolo bergan har bir ne'matni qadriga yetishligimiz lozim bo'lar ekan. Boshqa oyat karimada Alloh subhanahu va taolo bandalari uchun va ularga bo'ysundirib qo'yilgan chorva va turli o'simliklar uchun suv eng zaruriy ne'mat ekanligini bayon etib marhamat qiladiki, ya'ni u osmondan sizlar uchun undan ichimlik bo'ladigan suvni, yomg'irni yog'dirgan zotdir. Hayvonlaringizni boqadigan giyohlar ham o'sha suvdan sug'orilur. U sizlar uchun o'sha suv bilan turli ekinlarni, zaytun, xurmo, uzum va barcha mevalarni undirur. Albatta bunda tafakkur qiladigan kishilar uchun alomat bordir.
Nahl surasi 10-11 kalimalar. Ulamolarimiz aytishadiki, bir soatda qilingan tafakkur 70 yilda qilingan nafl ibodatini savobiga tengdir. Albatta tafakkur qilib, har bir narsani tafakkur qilib ko'rishligimiz kerak. So'nggi yillarda dunyo hamjamiyatining qurg'oqchilik, suv tanqisligi, tuproq hosildorligini pasayib ketishligi va cho'llanish kabi muammolar tashvishga solib kelyapti. Yo'qligini his qilmaguncha borligini qadri bilinmaydigan eng buyuk ne'matlardan biri ham bu suvdir. Mutaxassislar fikricha inson taomsiz 1-2 haftagacha yashashligi mumkin, ammo suvsiz 3 kunga ham chiday olmaydi. Suv insonning hayot kechirishi uchun asosiy quvvat manbaidir. Bunga yana odamning poklanishi uchun va boshqa maqsadlarda ishlatiladigan suv ham qo'shilsa, insonga suv qanchalik bir zarur, bir bebaho ne'mat ekanligi oydinlashadi. Anbiyo surasida Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladiki, va barcha tirik mavjudotni suvdan paydo qilganimizni ko'rmadilarmi deydi Alloh taolo. Qarang, toza ichimlik suvini ehtiyojdan tashqari ishlatish va xudoga oqizib qo'yish kabi holatlar uchrab turibdi. Albatta bu achinarli holat. Bu ne'matlarni demak qadriga yetib, isrofgarchilikka yo'l qo'ymasligimiz lozim bo'ladi. Imom Ibn Moja rahimahullohdan rivoyat qilingan hadis sharifda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tahorat olayotganda suvni ko'p ishlatayotgan bir sahobaga oqar daryodan bo'lsa ham tahorat olayotganda suvni behuda ishlatish isrof bo'ladi deb tanbeh berganlari zikr qilingan. Qarang, tahorat uchun, ya'ni ibodat uchun tahorat qilamiz, eng bir zarur narsa tahorat. Lekin tahoratga ham ortiqcha suv ishlatish isrof ekanligi ko'rinib turibdi. Demak, tahoratga ham ortiqcha suv ishlatmasligimiz kerak, ya'ni me'yorini bilishligimiz kerak. Suv inson xohlaganicha ishlatishi mumkin bo'lgan tugamaydigan manba emas, bu ilohiy omonatdir. Nafaqat bizga, balki kelgusi avlodlarga ham bu tegishlidir. Shuning uchun suvni me'yoridan ortiqcha ishlatmasdan, demak, ortiqcha sarf qilmasdan ehtiyotkorona foydalanmoqligimiz lozim bo'ladi. Ma'lumki, tabiiy resurslar cheklangan, ehtiyojlar esa cheksiz. Islom isrofni man qilib, tejamkorlikka undagan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tejamkor odam hech qachon qashshoq bo'lmaydi deganlar. Imom Ahmad rivoyatlari. Ayni damda demak chiqindilari ham har joyga tashashlik. Bu to'g'risida ko'p gapiramiz. Sho'g'ar suvlarga, ariq, kanallarga, soylarga har xil chiqindilarni olib chiqib tashlashlik. Bu to'g'risida juda ko'p gapirganmiz oldin ham. Havo va tuproqni ifloslantiradi bu. Ekologiyaga xavf soladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qiladilarki, 3 joyda, ya'ni suv yo'llarida, odamlar ko'p yuradigan yo'llarda va soyali joylarda hojat chiqarib, odamlarning qarg'ishini olishdan saqlaning deganlar. Qarang, ya'ni suv yo'llariga hojat chiqarish yoki musur-pusur axlatlari tashashlikdan deyaptilar. Ya'ni odamlar ko'p yuradigan yo'llarga chiqindilarni tashashlik yoki soyali joylarga demak hojat chiqarishlikdan ham Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qaytarib, ya'ni ularning qarg'ishini olishlikdan saqlaninglar, joylarga iflos, yaramas narsalarni tashamanglar deb bizlarni ogohlantiryaptilar. Dar haqiqat soyali daraxtlarga ham, ya'ni soyali daraxtlarni tagiga ham hojat chiqarmaslik, bavul qilmaslikka chaqirganlar Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam. Chunki har bir Xudo taolo yaratgan mahluqot va mavjudot va nabobat har birini o'ziga yarasha, o'ziga yuklatilgan va ibodati bo'ladi. O'zini har birini vazifasi bo'ladi. Ular ham Alloh subhanahu va taologa ibodat qiladi, zikr qiladi. Xudo taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadiki, ular hammasi mening zikrim bilan mashg'ul bo'lib turibdi. Sizlar buni bilmaysizlar, sizlar buni ko'rmayapsizlar deydi Alloh taolo. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam marhamat qilganlar. Soyali daraxtning soyasi har borib kelganda Xudo taologa ruku qiladi degan. Demak, biz uni tagiga demak bavul qilishlikdan, soyali daraxtlarga ham tagiga bavul qilishlikdan o'zimizni
tiyishligimiz lozim bo'lar ekan. Qolaversa, daraxtlar va yashil hududlar havoni tozalaydi, tuproqni muhofaza qiladi va ekologik muvozanatni saqlayveradi. Shuning uchun ham dinimizda sababsiz daraxt kesish man etilgan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bu borada shunday deganlar: kim bir sidr daraxtni asossiz kessa, Alloh uni boshi egik holda do'zaxga tashlaydi deganlar. Ya'ni bir sababsiz bekordan bekorga kesib yuborishlik aytilyapti. Ulamolarimiz ushbu hadisni sharhlab shunday deyishgan: ushbu hadisga ko'ra kim soya beradigan bir daraxtni behuda, o'rinsiz va nohaq kessa, Alloh taolo uni boshi egik holda do'zaxga tashlaydi. Shuni ham unutmaslik kerakki, dinimizda hayvonot olamiga zarar yetkazish qattiq taqiqlanadi. Hayvonlarni o'yin va ko'ngilocharlik uchun o'ldirish va ularni isrof qilish, ko'ngilocharlik uchun ularni bir-biri bilan urushtirishlik gunoh ekanligi aytilyapti. Ya'ni jonibor narsalarni bekordan-bekorga asossiz, ehtiyojdan tashqari ularni bir o'yinchoq qilishlik, bir-biri bilan urushtirishlik yoki ularni isrof qilib bekordan-bekorga ko'ngil ocharlik uchun o'ldirib tashlashlik qaytarilyapti. Sharida radhiyallohu anhudan qilingan hadisda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam: kimki chumchuqni sababsiz o'ldirsa, qiyomat kuni Allohga: ey Robbim, falonchi meni manfaat uchun emas, o'ynab o'ldirdi deb shikoyat qilar ekan muhtaram azizlar. Hatto bitta kichkina chumchuq ham. Zero Hazrat Navoiy qo'lingdan kelsa gar murchaga berma ozor deganlar. Ya'ni agar qo'lingdan kelsa, kichkina murcha bir qumursqaga ham ozor bermagin, beozor bo'lgin degan. Chunki hayvonlarni ham qarg'asa qarg'ish tegadi muhtaram azizlar. Hayvonlar ham tirik jon, ular ham duo qiladigan bo'lsa, ularning ham duosi ijobat bo'ladi. Hadislarda keltiriladi. Bir chanqoqlikdan, tashnalikdan sillasi qurigan bir itga bir johil ayol suv ichirganligi uchun, o'sha qilgan yaxshi amali Xudo taologa manzur kelganligi uchun jannat ahlidan bo'lganligi aytiladi. Shuning uchun minib yurgan ulug'larimiz va uyda boqayotgan chorva hayvonlarimizni ham oriq holatda saqlamasdan chiroyli parvarish qilib, ularni yemi-yu oziq-ovqati, yem hashagini demak, suvini vaqtida berishligimiz lozim bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo kalomi sharifida bandalariga shunday xitob qiladi: ezgulik va taqvo yo'lida hamkorlik qilingiz, gunoh va adovat yo'lida hamkorlik qilmangiz, Allohdan qo'rqingiz, albatta Alloh azobi qattiq zotdir. Moida surasi 2-oyat. Ushbu oyat karima asosida bizlar albatta yaxshilik yo'lida bir tan bir jon bo'lib, tabiatimiz ozodaligi, hayotimiz farovonligi yo'lida birgalikda harakat qilishligimiz kerak bo'ladi. Agar mana shu fan nasihatlarga amal qilib, yaratganni bizga bergan va berayotgan ne'matlariga nisbatan shu insof bilan ish yuritib, o'z vaqtida shukronasini bajo keltiradigan bo'lsak, Alloh subhanahu va taolo bu ne'matlarni siz bilan bizga yanada ziyodasi bilan berib qo'yadi. Shu ma'noda yashil energetika, ya'ni quyosh, shamol va boshqa qayta tiklanadigan manbalardan foydalanish nafaqat iqtisodiy jihatdan, balki islomiy qadriyatlarga ham mos yo'l ekanini unutmasligimiz lozim. Chunki bu usul atrof muhitni muhofaza qiladi, tabiatga ziyon yetkazmasdan inson ehtiyojlarini qondirish imkonini beradi. Bunday loyihalar xalq va jamiyat uchun ulkan imkoniyatlar yaratish barobarida, demak, atrof muhitimizni sof saqlashlik, aholi salomatligini muhofaza qilishlik, keyingi avlodlarga ham sog'lom ekologik muhitni qoldirish imkonini beradi. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qiladilarki, Alloh taolo bandaga kattami kichikmi bir ne'mat bersa va banda uning shukronasi uchun Allohga hamd bo'lsin desa, o'sha ne'matdan ham afzalroq narsaga erishgan bo'ladi dedilar. Demak, berilayotgan ne'matlarga javoban shukronasini ado etib borishligimiz lozim bo'lar ekan, Alloh taologa hamd sano aytish, ne'matlarning shukrini ado etish banda uchun ham ibodat, ham Allohning unga bergan katta mukofoti bo'lar ekan. Albatta muhtaram azizlar, ko'p Alloh subhanahu va taoloni zikr qilishlik,
Alloh subhanahu va taolodan qo'rqishlik, Alloh subhanahu va taolo buyurgan yo'ldan yurishlik, yurgan, turgan, o'tirgan toki shu to'shakka kirayotgan paytimizda ham o'qiga Alloh subhanahu va taoloni zikri bilan demak tongga o'tirishligimiz bir o'zimiz uchun manfaat, demak o'zimiz uchun bir g'ayrat, shijoat, quvvat bo'lar ekan. Kimki ko'p Xudo taoloni zikr qiladigan bo'lsa, demak oz yeb, oz ichsa ham o'sha inson quvvatli bo'lar ekan. Alloh subhanahu va taolo quvvat berar ekan. Kim Xudo taoloni ko'p zikr qilgan odam sog'lom bo'lar ekan, baquvvat bo'lar ekan, quvvatli bo'lar ekan. Ish qilib charchamas ekan, muhtaram azizlar. Bunga dalil nima desa, bunga dalil Fatima Zahra radhiyallohu anha onamiz doim uylarida o'sha mehnat payg'ambar alayhissalomdek zotda qizlari bo'lsa ham biz ayollarimiz uyda nima yumush qiladigan bo'lsa, demak o'sha yumushlarni barchasini qilib, arpamidi, bug'doymidi shu narsalarni toshli ezib maydalar, shulardan nonlari yopib, qo'llari bir qavarib ketganlaridan bir Rasulullohga borib bir shikoyat qilgan ekanlar. Shikoyat qilishlik uchun borsalar, Oysha onamiz bunday deydilarki, Rasululloh yo'q ekanlar. Shunaqa menga qani endi bir xizmatchi qilib bersalar, charchab qolyapman. Shu menga yumushlarda shu xizmatchi menga bir yordam bersa degan maqsadda borgan ekanlar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uylariga kelganlarida Oysha onamiz, Fatima onamizning kelganliklarini va aytgan gaplarini u kishiga yetkazib xabarini bergan ekanlar. Shunda Ali radhiyallohu anhu bilan Fatima onamiz radhiyallohu anha endi yotishlik uchun bir to'shak to'shab hozirlik qilib turganlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam eshiklarni qoqib borgan ekanlar. Va aytgan ekanlarki, men sizlarga qizim siz so'rab borgandan-da yaxshiroq narsa olib keldim degan ekanlar. Shunda endi qo'llarida ko'rsalarki hech narsa yo'q, u kishi indamay tursalar, Ali radhiyallohu anhu turtib, "Xo'p deng" degan ekanlar. "Xo'p, mayli" desalar, men shundoq bir undan ham yaxshi narsa olib keldimki, har kuni shu yotishlikdan, to'shakka kirishlikdan oldin 34 marta Allohu akbar, 33 marta alhamdulillah, 33 marta subhanalloh deb shu kalimalarni zikr qilib yotsa, bu odamga quvvat beradi. Buni o'rtasida nima farq bor deysiz? Mana ba'zilar o'ylaydi, nima u kishi bir moddiy narsa so'rab bordi, bir xizmat so'rab bordi, u kishi ma'naviy narsa beryapti. Nimaga desa, bu aytilgan kalimalar shu xizmatchiga ishi tushmasligi uchun, xizmatchiga muhtoj bo'lmasligi uchun, bu aytilgan zikrlar demak odamga quvvat bo'lishligi uchun, inson ish qilib charchamasligi uchun aytilyapti, muhtaram azizlar. Bu qiyin emas-ku. Bu dunyomiz uchun ham, oxiratimiz uchun ham qancha o'zimiz uchun manfaat, to ko'zimiz uyquga ketguncha Alloh subhanahu va taoloni zikr qilib, payg'ambarimiz alayhisolatu vassallamga salovat sharif aytib yursak, bu dunyomizni ham, oxiratimizni ham obod bo'lishligiga sabab bo'ladi. Inshaalloh, muhtaram azizlar, ko'p savollardan ham o'tdik. Mana azon chaqirilganda, demak, hadis shundoq, azon chaqirilganda Allohu akbar deyilganda Jalla Jalaluhuni o'zi kifoya qilmaydi. Demak, Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam azonni mislini aytinglar deganlar. Azonni mislini. Demak, muazzin Allohu akbar dedimi? Demak, biz ham Allohu akbar deyishligimiz kerak. Shuning uchun muazzin azonni uzib aytsinki, bu yoqdagi odamlar e'tibor degan maqsadda. E'lonning sunnatni egasi aytganki, mayli. O'sha Allohu akbar dedi muazzin, bu yoqda eshitganlar ham Allohu akbar deb qaytarishinda orqasidan mayli Jalla Jalaluhu deyishligi mumkin. Keyin ashhadu anna Muhammadan Rasulullohda ham demak shuni mislini bu payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning o'zlarining gaplari qaytarishlik kerak ekan. Bizda nimaga payg'ambar alayhisalomni muborak nomlarini eshitganda salovat aytishlik vojib aslida, lekin azonda buni salovatini aytishlik azonda oxirida bo'lar ekan, muhtaram azizlar. Azonda boshqa holatda payg'ambar alayhisalomning muborak ismlarini eshitganimizda albatta unga salovat aytishligimiz kerak, salom yo'llashligimiz kerak. Lekin azonda shuni mislini aytib, buni oxirida payg'ambar alayhisalom aytganlarki, azondan keyin menga salovat aytib, shu azonni duosini o'qib, menga
maqomi Mahmudni so'rab bersa, men uni qiyomatda shafoat qilaman degan. Ya'ni maqomi Mahmud degan bir daraja bor ekan. Unga faqat bir kishi o'sha maqomga bir kishi ega bo'lar ekan. Payg'ambar alayhisolatu vasallam shu maqomga men munosibman deb o'ylayman degan ekan. Ya'ni bu yoqdagi ovoz berganga o'xshash ekan. Biz doim shu azondan keyin duo qilib maqom Mahmudni Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga demak so'rab bersak, demak Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni shafoatlaridan nasibador bo'lib qolar ekanmiz muhtaramlar. Chunki mana ko'p hali deputatlar ham bor, saylovda menga ovoz bering, o'qib beraman deydi-ku, misol o'shanga o'xshagan ekanda. Lekin Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam va'dalariga xilof qilmaydigan zot. Demak, hammamiz qiyomat kuni Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni shafoatlaridan nasibador bo'lishlikni umididamiz. Albatta Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga ko'p salovat aytishligimiz, u kishiga maqom Mahmudni so'rab duo qilishligimiz siz bizlarni Habibimiz sollallohu alayhi vasallamni shafoatlaridan nasibador bo'lishligimizga sabab bo'lar ekan. Kim shu Xudoning ismini ulug'lasa, Xudoning ismiga bir ta'zim bajo keltirsa, Xudo taolo bu bandasini quruq qo'ymas ekan muhtaramlar. Hazrat Ashraf Ali Tahonaviy aytadilarki, bu kishi shunday bir zot bo'lganlarki, bu kishidan keyin dinga xizmat qilgan ulamolar, olimlar juda ko'p o'tgan. Lekin ustozlar aytishadiki, yer yuzi u kishidan keyin hali bunaqa olimni ko'rgani yo'q. Bu kishi aytadilarki, bir ajib gaplari, bir johil ayolni bilardim dedilar. Bir johil ayolni bilardim, johildi bu ayol. Shu ayol o'lim farishasi kelganda, jonni omonatni topshirishlik vaqti kelganda bir nimalarni deb o'ldiradi, bir narsalarni gapirdi. Uydagilar hammasi johil, ilmi yo'q. Ular tushunmaydi. Keyin bu nima deyapti deb bitalari shu arab tiliga o'xshayapti. Bu xotin yo'qsa hayotda bir arab tilida gapirgan bo'lsa deb o'sha mahallasidan bir domlani, bir mullani, bir olimni olib quloq solchi, nimadir deb o'ldiryapti bu. U kishi quloq solsalar, mana ikkita odam meni mana jannatga kir deyapti deyotgan ekan qarang. Inna hazani rajulani udkhulul jannat deyotgan ekan. Mana ikki kishi meni jannatga kir deyapti, jannatda bashoratini beryapti ekan. Bu yerga Mavlaviy o'ylanib qoldilarda, bu kishini qanaqa bir yaxshi xulqlari bordi, qanaqa bir yaxshi amallari bordi. Bu kishi holatli paytda nima qilardilar? Shunchalik Xudo taolo bunga jannatda bashoratini beryapti. Masalan, endi u johil, hammasi biz bilmaymiz. Shundaylardan bittasi aytibdiki, bitta shu odati, shu bolalar baqir-chaqir qilib, to'polon qilib o'ynab yurgan bo'lsa ham, muazzin azon chaqirayotgan bo'lsa, azonning ovozini eshitib qolsa, jim bo'linglar deb hammasini o'tkazib qo'yib, azon tugaguncha gapirmay o'tirardi. Hammasini jimlatib qo'yardi. Qarang, shunda u kishi aytadilarki, Ashraf Ali Tahonaviy, kim agar shu Xudoning nomini ulug'laydigan bo'lsa, Xudo taoloni ismiga ta'zim bajo keltiradigan bo'lsa, albatta Xudo taolo o'sha bandasini benasib qo'ymas ekanda qarang. Xursand bo'laylik. Alhamdulillah, hammamiz mana ibodat qilamiz deb Xudo taoloning nomini ulug'lab, Xudo taoloning nomini zikr qilib berib o'tiramizda. Bunga beriladigan endi savob qanaqa ekan muhtaramlar, qarang. Birgina shu azon chaqirilganda Xudo taoloning nomini eshitganda, shunga ta'zim bajo keltirgan ayolga mana jannat bashorati berilib turibdi. Siz bilan har kuni 5 vaqt namoz o'qib, tahajjudlari o'qib, nafl ibodatlarini qilib, Xudo taoloning ertaga bir zikr qilib turadigan bo'lsak, endi Xudo olsa buniga beriladigan ne'matni bir tasavvur qilib bo'lmaydi. Shundoq bir ulkan ne'mat, baxt ichida o'tiribmiz siz bilan biz. Albatta bu ne'matlarni qadriga yetishligimiz, Alloh subhanahu va taolodan qo'rqib, gunoh ish qilishlikdan tiyilib, Xudo taolo buyurgan yo'ldan yurib, shariatga muvofiq qadam bosib, Alloh subhanahu va taolo harom qilib qo'ygan narsalardan o'zimizni tiyadigan bo'lsak, inshaalloh ikki dunyo saodatiga erishamiz. Alloh subhanahu va taolo o'zi barchalarimizni ikki dunyoda aziz mukarram bandalaridan qilsin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.